Talabaligim oltin davrim deb bekorga aytishmaydi. Mana, bizning qahramonimiz ham ilm bilan mashg'ul holda o'z uyiga kirib keldi. Qahramonimiz turli xislatlarda kursdoshlaridan farq qiladi. Aql bo'yicha, farosat bo'yicha, tirishqoqlik bo'yicha, aytgancha, chiroy bo'yicha ham ajralib turadi. Chunki kursda bor yo'g'i 4 kishi o'qishadi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, qahramonimiz hattoki sport zallariga ham chiqadi. Desak yolg'on bo'ladi-yu, to'g'rirog'i chiqishni xohlaydi. Lekin kitob o'qishni juda yoqtirganligi uchun vaqt topa olmaydi. Ba'zi bir yoshlardek vaqtini Instagram, TikTok, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarga sarflamaydi. Qizlarga esa umuman qaramaydi. Qisqasini olib aytganda tilla bola. O'qiydi, izlanadi, o'rganadi. Bo'ldi-da endi. Mayli. Men nima ham derdim? Hammasini o'zing tushunib yetarsan, Roltinxo'r. Allo. Allo, Eshitaman. isming Alishermi? Ha, kim bu? Uydamisan? Kim bu? Kim bu? Uyingdamisan dedimi? Uyimdaligimni qayerdan biladi? Kim bu? Kim bu? Iltimos. Yo'q, iltimos tegma menga. Iltimos, yo'q. Qo'rqma bolakay. Bu shunchaki parallel montaj edi.